Assalomu alaykum aziz qadrdonlar, yaxshimisizlar, charchamayapsizlarmi? Bugun xudo xolasa Arashan qo'ylarini ishqibozlari uchun bitta eksklyuziv video bo'ladi. Muhammad Ali akamizni mana qo'rxonalarida biz xudo xolasa mana shu joydagi yo'nalishdagi, mana shu Arashan yo'nalishidagi ba'zi bir savollarga o'zlari chiroyli qilib javob beradilar. Savollar tayyorlab kelganman. Sizlarga ham xudo xolasa qiziq bo'lsa kerak. Inshaalloh oxirigacha ko'rsalaring, video qiziq bo'ladi. Albatta inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Chorva ishqibozlari, Arashan ishqibozlari inshaalloh go'zal qilib yoritib beramiz. Biz tayyormiz aka. Muhammad Ali aka, charchamayapsizlarmi ishlar bilan? Yaxshi, rahmat, Allohga shukr. Inshaalloh qo'ldan kelgancha savolingizga javobni yo'llaymiz. Xo'p, aka, qarang, bu chorvaga mana shu kim sababchi bo'lgan qiziqishingizga? Avvalambor hammani bitta narsaga sababchi ustozi bo'ladi. Biz ustozimizni o'zimizni otamiz, shu dadamiz sababchi bo'lganlar, ota kasbda ushlaganmiz. Inshaalloh shu otamiz shu 40 yillik chorva seleksiyachi bo'lganlar, nasl yo'nalishida o'sha elitni gisallar chiqarganlar. Endi mana biz Xudoga shukr, otamizning kasblarini ushlab 4 yildan beri shu Arashanga qiziqib, ko'rib, YouTube'larda shu kasbda ushladik chorvani. Bu Arashan zotini bunaqa hurmat topishligi, bunaqa shu bo'lib ketishligiga nimalari sabab bo'lgan aka? Hop, birinchi Arashanni shu bo'lishiga sababchi shu YouTube'dan ko'rib yurganmiz. Shu ekranda ham ko'rsatamiz. Gulver degan qo'chqor bo'lgan. Uni biz havas qilib ko'rganmiz. O'ta yo'g'on, ves bo'yicha, og'irligi bo'yicha shu hamma ommani o'ziga jalb qilgan, ham go'zalligi bo'yicha, rangi, sveti, og'irligi. U Quvonch Mixtabayev Qirg'izistondan shu sotib olganlar 215 kiloda ko'rganman qo'ralarda. Og'irligi, vaznini 215 kilo chiqqan. Shu o'ziga tortib Quvonch Mixtabayev shu Abla degan Qirg'izistonda akadan 16.800 yo 500 dollarga Alloh alam sotib olganlar. O'sha paytda 2016-yil bo'lgan ish o'sha. 2016-yil уже trendga chiqishni boshlagan. Keyin 2018, 2019, 20larda rosa trendga chiqib ketdi Arashan. Tushunarli. Sizni shu Arashan zotiga qiziqish o'shanda boshlangan? O'shanda boshlangan. O'sha aynan o'sha mana shu qo'ylar, mana shular sababchi bo'lgan aka. Tushunarli. Arashanda shu Gulver, Karabel shular qiziqtirganda ommani. O'zingiz ham shunda shulardan qiziqib shu yo'nalishga o'tganmisiz? Albatta, avvalambor shu otamizning kasbiga qiziqib kirib turib, gisar boqib yurganmiz. Keyin Arashanga qiziqib, qidirib borib topolmay, keyin oxiri Ko'l shahridan topganmiz. Shu mashhur dollar degan qo'chqorimiz bor edi o'zi. Shu dollarni biz havas qilib bolasini olib, dollar deb qo'yganmiz. Shu yerga hozir bannerda ham turibdi orqada. Xudo xolasa shu qalbimizdan joy olgan Arashan shunaqa bo'lib. Tushunarli. Qaysi qo'chqor sizda ko'proq qiziqish uyg'otgan aka shu yo'nalishda? Hozir bir ikkitasini aytdingiz, bundan tashqari yana bormi shu? Ko'p qo'chqorlar bor. Masalan, Bayar bor. Hozir Qirg'izistonda Frankel bor. Eksklyuziv bor. Ko'p qo'chqorlar bor. Bir-biridan yaxshi. Zalatoy bor. Ko'p Xalif bor. Ko'p o'ziga xos qo'chqorlar ko'p o'ta darajada. Shular sizni o'sha mana shu sohalarga qiziqishingizga, shu yo'nalishga o'tishingizga katta sababchilardan bo'lgan ekanda aka. Avvalambor shu qiziqib borib, o'zimiz havas qilib, shu qo'ralarga kirmoqchi bo'lib, shu blogerlikni tanlaganmiz. O'zi kasbimiz bu chorvachilik, cho'ponchilik. O'zi bloger emas edik biz. Shu ukam sababchi bo'lgan, eng kenja ukam ijtimoiy tarmoqda yaxshi tushunardi. Telefonda ko'p nima tushunchasi bor edi. Aka, sizdan chiqadi, boshlang degan, o'sha motivatsiya bergan. Birinchi sababchi bo'lgan inson ukam bo'ladi. Tushunarli. Seleksiya deysizlar mana. Seleksiya, bunun seleksiyasidan paydo bo'lgan. Bu seleksiya o'zi nima aka? Bu seleksiya bu naslchilik. Asli o'zbek tilida olganda nasl yo'nalishi. Bir zotni chiqarish ham seleksiyaga kiradi. Yo'q narsadan bu seleksiya degani oddiy narsadan barpo qilib, masalan, Arashanni o'zi kelib chiqishi, qoni gisar bor, hisor deydi bizda. Afg'on qo'chqori bor, Qirg'iziston qo'yi bor. Yana hozir aytiladi.
Edelbay degan qo'chqor bor. U Edelbay degan qo'chqor qonlarida mujassam o'zi har bittasini olib patentlab shu o'zim tushunimcha shu Arashan deb chiqarishgan. Tog'da nomini qo'yishgan, bulog'i bor Qirg'izistonda. Arashan selo deydi, o'sha yerda nima qilib chiqarishgan. Arashan nomiga nima bo'lgan, sazovor bo'lgan. Tushunarli aka. Aka, mana shu yo'nalishga kirishingizdan oldin boshqa nimalar qo'llab boqqanman deyapsiz. Lekin hozirgi kunda bu arashanlar narxlari juda ham nima deydi? Tevaroqda, premium. Shunga balandroq. Aytmoqchi bo'lganim, mashinam bor edi, mashinamni sotganman Mercedes edi degan edingiz bir. Biz Mercedes mashinamiz bor edi, shuni sotib boshlaganmiz, qiziqish bo'lgan. Undan tashqari yaxshi pullar ham kirgan batga. Shu endi odam bir narsaga erishish uchun bir narsadan voz kechiladi. Shu qiziqish bor edi. Birinchi boshlaganimizda nima qilasan, qimmat narsani boshlab aqldan ozdingmi degan har xil gap so'zlar ham bo'lganda. Endi Arashanni nimaga narx kundan kunga o'sib ketyapti? Hammani qo'rasida bu Arashanni kategoriyasi bor. Birinchi sort, ikkinchi sort, uchinchi sort degan narsa bor. Men misol un bo'lsa, unda ham sortga ajratiladi. Elitniy sorti bo'ladi, birinchi sorti bo'ladi. O'sha yer unumdorligi hamma olinayotgan mahsulot bir xil. Arashan degan nom bor, sortlarga, klasslarga ajratiladi. O'sha eng oliysi elita klass deyiladi. Oltin kesimi, bo'yi, go'zalligi standartga tushganicha elita deb ataladi. O'sha elitani hamma olishda havas qiladi. Ya'ni o'sha elita hozir pul. U masalan 100 tadan 10 ta tushadi elita. Har doim ham elita tushirmaydi. Elita klass deb aytiladi. O'shanga Arashan narxi o'sadiki, pastga tushmaydi. Ya'ni kundan kunga o'sib baland bo'lib, keyin ko'p odamlar savol beradi, bizga savol yo'llashadi. Nimaga Arashanning qanaqa xususiyati bor, nimaga narxi baland deb aytishadi. Bu nasl yo'nalishda. O'sha Qirg'izistondagi do'stlarimiz buni Arashan deb patentlab, nasl yo'nalishdagi mana qimmat otlar bor, arablar oti. U qaziga so'yiladigan go'shtni narxi boshqa otdi. Arashanni mana o'sha nima nasl yo'nalishida bo'lgani uchun u qimmat arab otlari ham so'yilmaydi, bilasiz, miniladi, o'sha boqiladi havas bilan. O'shaning uchun qimmat, o'zingiz bilasiz. Arashan xuddi shunaqa o'sha arab otlariga o'xshab, oddisi zotligini hisobiga oddisi noto'g'ri bo'lib qoladi, naslda endi bir paroda. Oddiy go'sht hisobida emas, miyassa salni degan narsa bor. O'sha sondan sifatga deb aytiladi qirg'izlar. O'sha narsa. Sondan sifatiga. Hozirda mana legendaga aylanib bo'lgan qo'chqorlar qaysi aka? Hozir mana ko'pchilik boqadi. Legenda bo'lganlari qaysilari? Legendalarining qo'chqorlar ko'p, afsonaviy qo'chqorlar ko'p. Bayar bor, Fox bor, Xalif bor, Bitcoin bor. Ko'p, Germes, Blandin bor, rosa ko'p. Uni sanasangiz sanog'iga yetolmaymiz hozir. Tushunarli aka. Nima uchun bizda uzubida qo'ylar, O'zbekistonda masalan, qo'ylar jaydaralashib ketdi? O'zbekistonda jaydaralashib ketgan sababi, ya'ni kichikroq ketgan sababi jaydar degan o'zi mahalliy qo'ylar bo'lib ketgan, o'zimizdan kelib chiqqan dehqonchilik deyshadi, jaydar. Ya'ni mahalliy qo'ylar o'sha kichkinalashib ketgan sabab shuki, shu mustaqillikdan keyin bizga qon almashishi, chegaralar yopilgandan keyin, mustaqil bo'lganimizdan keyin qo'chqorga ahamiyat bermay qo'yishdi. Masalan, seleksionerlarda bitta odati borki, bitta qo'chqorni ishlatsa 1 yil, kamida 2 yil ishlatadi, 2 marta bolaga qo'yadi. Keyingi yiliga sotib yuboradi. Qon tezroq almashmasa, bola maydalashib ketadi. Bitta qo'chqordan bizda odat bor o'zbegimda. Shu bitta qo'chqorni ushlab olib, yaxshi bola berar ekan deb 6 marta, 7 marta bolasini olaveramiz, kichrayib ketadi. O'zingizga bilinmaydi, kichrayib o'smay qoladi. Qirg'izistonda nimaga ahamiyat berishdi desangiz, o'zi asl qo'ylar, o'zlari ham aytishadi Qirg'izistondagi do'stlarimiz, bizda bo'lgan eng katta qo'chqorlar O'zbekistonda bo'lgan. O'zbekistonda SSR paytida bo'lgan, chiqib ketgan, eslaysiz, ota-bobolarimiz orqasiga jom qo'yib qo'yib, dumbasi yorilib, yog' oqib turardi degan gap so'zlar bor. O'sha eskilari gapi bor. Eng katta qo'chqorlar bizda bo'lgan o'sha. Ko'rsangiz 1900
19-yilmi, 20-yilmi shu men ko'rganman. O'zbeklar ushlab turgani bor. 187 kiloda vazn bo'lgan qo'chqorlarni vesi. Katta ko'rsatkich. Lekin hozir Arashanning vesi million degan qo'chqor bor, 231 kilo. Rekord urdi Qozog'istonda. Quvonch Mixtabayev sotib olganlar. Shu qo'ralarda rekord bo'ldi. Hozir u rekordni hali hech kim yangilagani yo'q. Inshaalloh kutib qolamiz. Kommentariyada izohlarni qoldirib, bemalol yozsanglar bo'ladi. Tushunmagan narsalaringni so'rab, savol yo'llasanglar, inshaalloh mana shu Muhammad do'stimiz bilan birgalikda hali ko'p savol-javoblar qilamiz. Xudo xolasa. Ko'p seleksiya ishlarimizni ko'rsatamiz va sotuvga yangiliklar qilganmiz Muhiddin aka. Qanaqa masalan aka? Masalan, hozir Qirg'iziston davlati yopiq. Ko'pchilik Arashanni olish talab katta, lekin Arashanni aldanib olib qo'yayotganlar ham ko'p. Sariq suruq qo'yiladi, chiqarib yorib Arashan deb nima qilishadi. Bizda dokumentalniy Arashanlar bor. Arashanlarda dokumentini ham ko'rsatamiz sizga. Chipirovanniy deydi. Har bittasini bo'yniga chip qo'yib, dokument qilib o'sha olib kirganmiz. O'sha dokumentalniy nasl yo'nalishida tasdiqlovchi o'zining hujjati bor. Ya'ni pasporti bor. Shu hozir yopiq bo'lsa-da, biz olib kiryapmiz, qo'ldan kelgancha harakat qilib, shu nasl yo'nalishida kiryapti. Go'sht yo'nalishida bas. Nasl yo'nalishida kirib kelyapti. Hozir ko'pchilik chegara ochildimi deganga savoliga javobim hali ochilgani yo'q chegaramiz, lekin nasl yo'nalishida 10-15 ta olib kiryapmiz. Ko'p miqdorda bas. Talab bo'lgan insonlar so'rasa, shu Arashanimizni uni ham ko'rsatib o'tamiz. Hozir men sizga eng yaxshi ko'rgan qo'chqorimni ko'rsatsam, Karol degan qo'chqorim va bizni mana chorvalarimizni ko'rsatsak va sotuvga soliqlarimizni ham ko'rsataylik. Obunachilarimiz faqat gap bilan zerikib qolishmasin. Xo'p. Qadrdonlar, mana hozir qo'ldan kelgancha savollarni berdik. Akam o'zlari qo'ldan kelgancha javob ham berdilar. Endi kamchiliklar bo'ladi, kamchiliklarga uzr so'raymiz. Fikrlaring bo'lsa, bemalol kommentariyada yozib ketaverasizlar. Hozir biz xudo xolasa shu bitta katta qo'chqorimiz bor, shuni ko'rsatamiz, qo'ylar ko'rsatamiz, tomosha qilib maza qilasizlar. Keyin yana bitta narsa, ko'pchilik ko'chada ko'radi, obunachilarimiz, Alloh rozi bo'lsin. Obunachilarimiz bor, biz bormiz. Savol berishadi. Siz Toshkentdan deb o'ylardingiz, siz boshqa yerdan Qirg'izistondan deb o'ylardingiz. Bitta manzilda o'zingiz tushuntirib o'tib keting, biz qayerdanmiz ayting. Xo'p, Muhammad Ali akamiz Marg'ilonda yashaydilar. Marg'ilonda shu mana 6-maktab bor. 6-maktabning oldida mahallalarda o'zlarining shu qo'rxonalar joylashgan. Ko'pchilik o'sha kelayotganda bemalol aloqaga chiqib manzilda to'liq tushunmasalaring ham bo'laveradi. Asli Marg'ilonliklar. Asl Marg'ilonlikmiz, inshaalloh. Alloh rozi bo'lsin. Ko'rib kuzatinglar, qo'chqorni ko'rsatinglar, kuttirmanglar obunachilar. Muhammad Ali aka, bu qo'chqorimizning laqabi nima edi? Bu laqabini Karol deb qo'yganmiz, inshaalloh. Qo'ylarning ichida podsho bo'lsin deb. Inshaalloh chempion. Qirg'izistonda qo'zilik paytida ves og'irlik bo'yicha birinchi o'rinda olgan. Qo'zilik paytida. O'zbekistonda O'rta Osiyo chempionatida Toshkentda go'zallik bo'yicha 2-o'rinda olgan. Ya'ni tishini buzib qo'ygan ekan, vesga emas, go'zallikka olgan. Tushunarli. Bu qo'chqorimizni necha yildan beri boqasiz aka? Xo'p, bu yil 3-yiliga ketdi. Qo'zilik paytidan beri boqamiz. Xudo xolasa shu qo'ramizni obro'si bo'lib turgan Karol degan qo'chqor, yoshi 3 yoshga to'ldi. Bo'yi 1 metr 3 santimetr. Qulog'i 20 plus. Toshlarini ham ko'rsangiz, bir suvaylari keng, ajib qo'chqorimiz, xudo xolasa. Obunachilarimiz ko'rib qo'ysin dedim-da. Mana to'g'ridan ko'rsatsangiz, to'shini bir ko'rib baho berib beshaman. Toshlari qanaqa? Mana. Iloji bo'lsa yaqinlashtirib kadrda ko'rsatib bersiz. To'shi. Mashalloh deb qo'yasizlar do'stlar. Buni olib kirib qo'ysak, Muhiddin aka, keyingi qo'chqorimni ham ko'rsatsam sizlarga. Obunachilar maza qilsa. Meni bo'yim 1.84ligiga qo'chqor kichkina ko'rinaveradi har doim. Bo'yi past odam bo'lsa, qo'chqor rosa katta ko'rinadi. Biz endi shuni aytib o'tib ketaylik obunachilarga. Mana bu yerda o'zimizning seleksiya ishlari, ya'ni shu nasl yo'nalishida ko'paytirayotgan sog'liqlarimiz, qo'ylarimiz, qo'zilarimiz ham bor. Bir-biridan go'zal. Hozir o'sha ikki aka yaqinlashtirib bitta ko'rsatsak,
qo'chqorimiz bor. Qo'chqorimiz hozir mana kallasini ko'tardi, yaqinlashtiraylik 5-2 ta. Mana kallasini ko'tardi, shuni ushlab ko'rsatib beraman hozir. Mana bu hozir Karolni hozirgi qo'chqorimizning o'rinbosari. Ya'ni hozirgi talabga binoan moda bo'layotgan svet. Moda bo'layotgan sveti bu Svetla reji deydi. Maladoy degan qo'chqorimiz. Inshaalloh odamlar talabiga binoan buni ham o'g'li bor aka, zo'r bergan bolasini ko'rsatamiz hozir. Mana hozirgi Maladoyni bolasi bo'ladi bu aka. Probniy qo'zisi, probaga qo'yib olingan qo'zi. Natijasi mana. Zo'r bergan. Qarang, quloqlarini, uzunligini. Mana quloq uzunlik. Tepadan ko'rsatsak. Bu 4 oylik bo'ldi, xudo xolasa. 4 oylik. 4 oylik. Aka hozir mana Natija zo'r. Aka mana hozir bu seleksiya boqayotgan qo'ylaringizni ko'rsatdingiz. Bularda hali qiziqqanlarga sotiladiganlari ham bormi? Hozir sotilib tugadi, inshaalloh yangi partiyamiz tushadi, sotamiz. Va hozir soliqlarni ko'rsataylik, hamma soliq so'rayapti-yu. Soliqlari sotiladi. Ha, sotiladi. Sotuvga olib kelganmiz. Ha, bo'ldi aka. Xudo xolasa mana Muhiddin aka Arashan dokumentalniy deganim dokumentini bitta obunachilarga ko'rsatsangiz, mana bu seriya raqami bo'ladi aka. Mana bu Arashanning isboti, mana muhri. Mana pechat. Bu Arashanning pasporti, ya'ni yo'qolib qolsa, mana bunday apparatimiz bor. Apparatni olib skaner qilamiz. Har bitta qo'yni bo'ynida chipi bor. Ya'ni pasportdagi chip bor. O'sha mashu apparat orqali topib olamiz, seriya raqami chiqib keladi. Hozir buni ham ko'rsatib beramiz va obunachilarimizga sizga talabingizga binoan aytdingiz-ku, sotuvga bormi deganingizga mana soliqlarimiz bor hozir. Cheklangan miqdorda qoldi. Bir 8 bosh qoldi shekilli, Alloh alam. Bir yaqinlashtirib ko'rsatsangiz, mana bu qizil nimaliklar sotilib ketdi mana. Ha, bular qizildeklar sotilib. Ko'ring. Sotuvda xudo xolasa betda aka narxlarni aytib o'tib ketsak obunachilarimizga telefon qilsa bemalol $1200 boshlab $2500 bor. Kelishtirib chiroyli qilib beramiz. Xo'p, narxi nima bilan belgilanadi? Narxi xo'p, shu klassiga qarab belgilanadi. Ya'ni sizga elita klass, arzoni dedimi? Bitta birinchi klassdan boshlab ikkinchi klassgacha bor. Pasporti bori bor, pasporti yo'g'i arzonroq. Pasporti bori qimmatroq. Tushunarli aka. Mana yoqdi, xudo xolasa. Mana chiqdi. Skanerimiz. Yana bitta ko'rsataman. Mana yoqdi, Mana quloqiga qo'yilgan chipi, mana. 415-44. Hozir topib beraman buni. Xo'p, ko'rsatingchi aka buni. Mana 415-44, Mana 415-44. Mana shu hozirgi ko'rsatgan solig'imizga tegishli bu pasport. Tug'ilgan yili, chislosi, oyi hammasi yozilgan. Arashan parodasi rangi sariq. Hammasi yozilgan. Bular hali qo'zi. Obunachilarimiz bemalol murojaat qilsa bo'ladi. Aloqaga chiqsa, telefon raqamimizni yozib qoldiramiz. 77 236 72 79 aka. Soliqlar bitta ko'rsatib qo'ying. Mana xudo xolasa obunachilar bizni kuzatib borayotgan Arashan ishqibozlari va Rossiyada yurgan, qo'shni davlatda yurgan musofir do'stlarimizga murojaatim, savollaring bo'lsa, qanaqa ish boshlamoqchisizlar, chorva yo'lanishida Arashanni qanaqa qilib boshlayman desanglar, raqamimizni qoldirdik, qo'ldan kelgancha yordam beraman va bu biznesini, chorva biznesini o'rgatamiz qo'ldan kelgancha. Kamchiliklar bo'lsa rozi bo'lasizlar, bemalol aloqaga chiqsanglar, sizlar bilan Arashan uzubi seleksiyasi Muhammad Ali va do'stimiz Muhiddin do'stimiz bo'ldilar. Alloh sizdan rozi bo'lsin. Muhiddin aka rahmat. Rahmat, salomat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Like bosib qo'yinglar.